miyomalaga. Xo'p, miyoma nima uchun bunaqa tezlikda o'sadi? Mana hozir aytasiz, men nechadir oy oldin ko'ringanimda ham bunaqa bermagan, razmerini bunaqa holatda bermagan, davolandim deyapsiz. Xo'p, miyomalarga issiq vanna dush, kalsiy xlor, kalsiy glyukonat, gidrokortizon, prednizolon, deksametazon, B guruhi vitaminlar va strelkali dorilar berilmaydi. Miyoma bu progesteronni yetishmaganligi hisobiga kelib chiqqani uchun ana o'sha progesteronni past sxema beramiz biz. Mirena degan spiralni eshitgansiz-ku, mana shu mirenani demak tarkibida bor gormonni sizga biz kirgizishimiz kerak. Mana amaliyotimda 14 santimetrli miyomalarni ham 3, 4, 2 mana shunaqa holatga tushirganmiz. Bez operatsiya. Mana shu gormonal terapiyani hisobiga. Biz hech qachon bunaqa holatda ko'klar, estrogen sostavli preparatlarni qabul qilishimiz mumkin emas, chunki tez o'sib ketadi. Xo'p, nimani hisobiga miyoma holati kelib chiqadi? Vitamin D yetmasa, abortlarning soni ko'p bo'lsa, jinsiy hayotingiz neregulyarniy bo'lsa, turmushga chiqdingiz, erqatgadir ketdi, xullas jinsiy hayot neregulyarniy. Kech turmushga chiqish holatlari bo'ladigan bo'lsa, demak mana shu narsa kelib chiqadi. Endi bu yerda hozir ikkita etapda lecheniya qilinadi, tanlov o'zingizniki. Agarda mana shu endometriyaga kirish yo'llari ochiq bo'ladigan bo'lsa, mirena spiral qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Men har 3 oyda dori ichib yurmayman deb. Sizga 3 oy masalan biz uzluksiz bermaymiz u preparatni. O'sha hazni kuniga moslab sizga qilib beramiz. 3 ta oy ichasiz, 3 oydan keyin yana bitta uzi qilamiz, doposting holatni. Siz regularni qilib bering, men ham sizga kichrayganini ko'rsatib beraman shu miyoma. Faqat yuqorida aytgan narsalarim